Aleyküm selam. Bizlarda Xalq banki saylov hujjatini boshqarish ustasini farq bo'laman. Amalga oshiraman. Qanaqa savollarni bo'lsa, istaman. Ipoteka kredit olmoqchiman. Uy-joy. Necha puldan boshlanib, necha pulgacha olsam bo'ladi? Ipoteka kreditlarimiz bor. Birlamchi ipoteka to'g'risida faqat asosini birlamchi bo'ladi. 17% dan beramiz 20 yilga. 10% boshlanib to'lovi bor. Mana shu yerdan foydalanish mumkin. Ipoteka kreditimizga ikkilamchini ham beramiz. Ikkilamchiga 1 milliard 200 milliongacha 1 milliard milliongacha beramiz. O'sha uyni o'zini zavod qilib olamiz. Ish haqingiz bo'lsa, unga 15% omonat qo'yasiz. Agar ish haqingiz bo'lmasa, 40% omonat qo'yasiz. Ish haqi ham